Assalomu alaykum. Bugun ustoz Xudo xolasa bir kapalak eshik 7 oyna bo'ldi. Kapalak eshiklarni full variantda Patagonik setga hamma narsasi bilan taxlab berganmiz. Ichkaridan ko'rinishi bu yoqda oynalari. Bu eshikni o'zimizning Gulistonda Allamurod akaga qo'yganmiz. Allamurod aka eshik zo'rmi? Allamurod aka. Xudo xolasa qurilish boshlagan ekan bu yoqda. Bu yoqda darvozani olib kelishsa bosib beramiz deb turibdi Xudo xolasa. Mana aytgan minnatdan rozi bo'lasiz Allamurod aka? Men roziman. Yaxshi. Shahrimizda bo'lsam bo'ldi avval. Yaxshi.